Assalomu alaykum. Tadbirimiz ishtirokchilari, hurmatli onajonlar, o'quvchi yoshlarimiz, avvalo yaqinlashib kelayotgan 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan barcha onalarimizni, qizlarimizni tabriklayman. Doimo mana shunday bahor fasldek yosharib, kulib yurishlik uzoq yillar nasib qilsin. Onalar qarshisida doimo ta'zimdamiz. Bugun tumanimizda yagona bo'lgan 16-son musiqa va san'at o'quvchilarini, pianinachilarini, san'atlarini yana bir bor tomosha qildik. To'g'risi men maza qildim. Musiqa o'zi insonni hayot tashvishlari, muammolarini unutib, ajoyib bir o'zgacha bir dunyoga sayohat qilishga undaydi. Mana shu sayohatni hammamiz his qildik deb o'ylayman. Hurmat qilib so'z berganlar uchun boshlovchimizga ham tashakkur bildiraman. Endi o'sha o'quvchilarimizni, iqtidor egalarini taqdirlaymiz ekan, albatta sizlarni otlaring sadosi ostida. Abdullajonova Fotimaxon Toshkent viloyati Begobod tumani 16-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida fortepiano yo'nalishida namunali ishtiroki, yuqori ijro mahorati, musiqa san'atiga bo'lgan mehri va intizomi uchun taqdirlanadi. Marhamat. Abdullajonova Zuhroxon taqdirlanadi. Marhamat. Men bularni ikkalalarini ketma-ket chiqqaniga bitta qiz chiqib pianino chalyapti deb o'yladim. Allohning qudratini qarang. Tabriklayman. Salomatlik tilayman. Ahmadaliyeva Dilnura taqdirlanadi. Olqishlar sadosi ostida eng kichkina iqtidor egasi. Barakalla.